Roviydan rivoyatlar. Kattalarga hurmat. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilishlaricha, payg'ambar alayhissalom aytadilar: tushimda misvok qilayotgan ekanman. Bir payt yonimga ikki kishi keldi. Birining yoshi ikkinchisinikidan kattaroq edi. Men o'z misvokimni yoshi kichikrog'iga uzatdim. Menga avval yoshi kattasiga ber deyildi. Bu gapni aytgan Jabroil alayhissalom edilar. Rasululloh aytadilar: shundan keyin yoshi kattarog'iga uzatdim. Ana shu Jabroil alayhissalomning aytganlari Rasulullohga va ul zotning sahobalariga ta'lim bo'ldi. Mana shu odob salom berishda ham, taom, ichimlik va hokazolarni taqdim qilishda ham sunnat bo'lib qoldi. Roviydan rivoyatlar.